Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Singlim? Nima bo'ldi? Kuyovingiz urdi. Tinchlikmi o'zi? Nimaga urdi seni? Uyda ro'zg'or qolmagandi. Turib ishlab pul toping, bolalarning qorni och degandim, qattiq urdi. Hezali, kelib ayol kishiga kuchi yetdimi? Yur bu yoqqa. Keling aka, assalomu alaykum. Og'ridimi? Og'riyapti. Seni yuzing og'rigan bo'lsa, meni qalbim og'ridi. Erkak bo'lib turib, ayol kishiga ham qo'l ko'taradimi? Nomard. Aka, siz noto'g'ri tushunibsiz. Aslida Ha, bugun ham ishingiz o'xshamadimi? Qachongacha biz boshqalarni oilasiga havas qilib yashaymiz? Ani qo'shnimizni xotinini qarang, tagiga mashinalar haydatib qo'ygan, tilla taqinchoqlarga ko'mib tashagan. Qachon menga shunaqa sharoit qilib berasiz? Madikor. bo'ldi qil. Ha, tegib ketdimi? Madikor deydi-da, sizga tegib nima ko'rdim o'zi? O'chir. Aka, ozgina ishlarim o'xshamay qoldi. Lekin oilamni hech kimdan kam qilmaslikka harakat qilyapman. Sizni tushundim, kuyov. Singlim, aytishlaricha, erini rozi qilmagan ayol jannatga kirmas ekan. Boshqa bu masala bo'yicha umuman meni oldimga borma. Kuyov, siz bizni kechiring. Singlimizga to'g'ri tarbiya bera olmaganimiz uchun.